Er-xotin urushining yana bitta qurboni pichoq yegan iPhone 17 Pro Max. Telefon shu ahvol bo'lsa, egasiga nima bo'lgan degan savol. Birinchi savol. Agar qimmat telefon chakka bo'pti deyotgan bo'lsangiz, oxirida eshitsangiz egalariga nima bo'lganda, balkim xursand bo'lishingiz ham mumkin. Yaxshi ham bu telefon shunday bo'pti deb. Ikkinchi savol, bu ahvoldagi telefonlar nech pulga tuzaladi agar tuzalsa? Uchinchi savol, O'zbekiston ustalari shunchalik darajadagi pachaq bo'lib ketgan telefon tuzata oladimi? Ya'ni O'zbekistonda telefon tuzatish, ayniqsa iPhone tuzatish salohiyati qanchalik rivojlangan? Biz shuni butun O'zbekiston ustalari bilan birlashib shu savollarga javob beramiz. Bir turkum videolar. Nimaga birlashib deyapman? Chunki ko'pchilik bilmaydi, telefon tuzatish ham bir necha yo'nalishlarga bo'linib ketgan. Xuddi mashina tuzatishda karburator usta boshqa, motorist, elektrchi va programmistlar ham hozir paydo bo'lgan. Telefonda xuddi shunday protsessorga boshqa, ekran usta boshqa, programmist, zapchast yetkazib beruvchi. Juda kamdan kam servislarda bular hammasi bitta joyda yig'ilgan. Xotirasini alohida olib, ichidagi ma'lumotlarni chiqarib beradigan ustalarimiz bor. Telefon taqdiri qiziq bo'lsa, obuna bo'ling. Hamkorlarimizni ham ko'rsatamiz. Endi nimalarga e'tibor beraylik, kommentariyaga yozib qo'ying. Egalariga nima bo'lgan desangiz, stol ustidagi telefonga jahl ustida pichoq urilgan, odamga qaratilmagan. Yaxshi, Allohga shukr. Lekin o'tkir narsalar bilan nima bo'lgan taqdirda ham hazillashmagan ma'qul. Telefonga sanchiganingizda ham telefondagi batareyka otib, odamga sochrasa, ikkala odamni ham yo ko'zini ko'r qilishi mumkin. Chunki ko'p urishadigan asabiy do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Ogohlantiruv bo'lsin bu narsa. O'ta ehtiyot bo'lgan yaxshi.